Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan eko-reyd tadbirlarida qonun buzilish holatlari aniqlandi. Hozir shu haqda. 2025-yilning so'nggi oylarida havoni ifloslantiruvchi manbalarni aniqlash va qoidabuzarliklarga chek qo'yish maqsadida Qashqadaryo viloyatida o'tkazilgan bir qator ekologik reydlar haqida xabar bergan edik. O'shanda g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalarda aniqlangan qonunbuzarliklar bo'yicha ularning faoliyatlari vaqtincha to'xtatilgandi. Osmonga o'rilayotgan ushbu tutun manzarasi Qarshi tumanining Qoratepa mahallasi aholisiga yaxshi tanish. Ular har kuni kun bo'yi ana shu tutun hidida nafas olishga majbur. Afsuski, zavod mas'ullari uchun odamlarning salomatligi biror qiymatga ega emas. Aks holda pechlarda yonayotgan ko'mir tutuni uchun mo'ri qo'ygan yoki belgilangan talablarga rioya qilishgan bo'lardi. Tekshiruv olib borish natijasida tabiatga yetkazilgan zarar uchun qo'shimcha 33 million so'm kompensatsiya to'lovlari hisoblanib undirildi. Ushbu tashkilotga tegishli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda tegishli ekologiya boshqarmasining davlat inspektorlari tomonidan ogohlantirish va ko'rsatma xatlari berildi. Ekologik reydlarda faoliyati to'xtatilgan zavod bu tadbirlarni qog'ozbozlik deb tushunishdimi? Pech sovimasdan yana ishni boshlab yuborishdi. Bu vaqt oralig'ida u davlat ekologik ekspertiza xulosasini olishni yoki standart talablariga javob beradigan filtrlar, dudburorlar o'rnatish kerakligini o'ylab ham ko'rmadi. Ekologik ekspertiza to'g'risidagi qonunlari va ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar, atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunlar ijrosini bajarish yuzasidan tekshirish olib borildi. Ushbu korxonaning rahbari o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan o'z ish faoliyatini davom ettirdi. Qashqadaryo viloyat ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasining arizasi bilan Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudining 2026-yil 7-yanvardagi hal qiluv qarori bilan zavod mas'ullariga filtrlarni o'rnatguniga qadar faoliyatini vaqtincha to'xtatib turish belgilandi. Qarorga asosan ushbu Qarshi tumani Qoratepa mahallasida joylashgan va faoliyat olib borayotgan g'isht zavodi davlat ekologik ekspertiza xulosasining ijobiy xulosasini olmas turib hamda namunadagi talablarga, standartlarga javob beradigan zamonaviy chang gaz tozalash uskunalari va filtrlarini o'rnatgunga qadar vaqtinchalik faoliyati to'xtatildi. Sud qarorining ijrosi doirasida zavoddagi energiya ta'minoti va transport vositalari muhrlandi. Zavod mas'ullariga qonunchilikka muvofiq yuqori samaradorlikka ega chang gaz tozalash uskunalari va lokal suv tozalash inshootlarini o'rnatish hamda ekologik ekspertizaning ijobiy xulosasini olish majburiyati yuklatildi.